Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilayotgan joyimiz shu ko'rib turgan 6 etajli toza qurilgan domimizning 6-etajida bo'ladi. Liftlarimiz postoyan ishlab turibdi. Pishgan g'ishtdan qurilgan domimiz. Messasi ham yaxshi messada joylashgan. Bedingda Qirg'izyob, yo'lvon tarafida Indaba, arka tarafida Kamishkanburg. Banimizda esa Darital Urdu bo'ladi. 500 metr Urduga yaqin joyda joylashgan. Bozor ham hamma o'ng'ay joyda. Esa yetdik, uning nishon taraf bilan davom chiqsa. 6-etajimizga yetib keldik. Liftlarimiz postoyan ishlab turibdi. Shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklarimiz demir eshiklardan qo'yilgan yaxshi. Yorim tayyor bitib turibdi uyimiz. Remonti yorisi bitgan. Pollarni zotib berish kerak ekan. Bir xonali 36 kvadrat metr toza domda bo'ladi. Banisi fonni bitib turibdi ekan bir yondan mashita olsak. Da patologadan kafilatilgan yaxshisidan. Depamiz plastik. Bu yerda dushovoylari. Birimiz tayyor. Garaj xotimiz ham ajoyib tushgan. Uyimizga fon urilgan hamma yerini. Tayyor holatda turibdi. Bir lyustra taqib, oyoq kiyimimizga lininon döşebeseyiz yo polati baseyiz bo'ladi. Birimiz xonamiz bo'ladi. Xonamiz o'lib tushgan 5,5 metr. Yaxshi akbaynalardan qo'yilgan ko'rganingizdek. Depalarimiz natijnoy bo'ladi ekan. Birimiz ham fon berilgan. Svet, suv, gazdan umuman problemasi yo'q. Bu yerda esa oshxonasi bo'ladi ekan. Oshxonani ko'rganlaringizdek xonalardan kattaroq tushgan. Birimizda ariston o'rnatib qo'ydi ekanlar. Suvlar kelib turibdi. Gaz shotchiklari. Birimiz ham fonda turibdi ekan. Depalarimiz natijnoy o'xshaydi. Ko'rganlaringizdek uyimiz bir xona 36 kvadrat metr fonda turibdi. Yorim ishi bitib turibdi. Narxini keladi olsak 265 million so'm. Ustida ozgina kelishiladi. Video telefon nomer qoldiramiz. Bemalol telefon olib bog'lanishingiz mumkin. Sog' bo'lin, salomat bo'ling.